Agar bolangizni ulug' inson bo'lishini, ulug' ajdodlarga loyiq bo'lgan buyuk inson bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz, yoshligidan unga e'tibor qilishlik kerak bo'ladi. Qancha ertaroq bo'lsa, shuncha yaxshi. Hamma inson ham buyuk inson bo'la olmaydi. Chunki Alloh taolo rizqni har xil taqdir qilgan. Birinchi bosqichimizda 4 ta band bor. Birinchi bosqich boshlanishdagi 3 kunni birinchi bandi g'ayri oddiy zakovat. Genial aql. Shu bir aqli zo'r, o'g'ilmi, qizmi, shunaqa aql egasi ekanligini ko'rdingiz bolangizni. Qattiq ehtimom qilishlik kerak. Chunki bu aql bu ummatga berilgan Allohning hadiyasi. Shunaqa aqli, zehni zo'rligini ko'rdingizmi bolani? O'qishiga e'tibor bering, birodar. Agar o'qimnoma bo'lardi, bor hunarni qil, bor molda hayda deb turib, shu aqlni zoya qiladigan bo'lsangiz, qiyomatda javob berasiz. Bilasizmi, bolangiz zehni zo'rligini bir marta eshitib yotlab oladi. Quloqni bir chekkasi bilan eshitib yotlab oladi bir narsani. Xiyonat qilgan bo'lasiz ummatga nisbatan. Shunaqa farzandni, bunaqa aqlini zoya qilsiz.